Assalomu alaykum qadrdonlar. Oldinlari yerlanish faqat ishlab chiqarish zavodlar, fabrikalar, shunaqangi katta joylarda bo'lgan bo'lsa, hozir yerlanishda xonadonlar ham bora-bora ommalashib boryapti o'rnatilishi. Mana shu bilan birga biz ham hamnafas bo'lib xonadonlarga ham yerlanish xohlayapmiz. Ularni shunaqa ishlarni bittasi bilan sizlar tanishtiramiz hozir. Mana orqa tarafga mana shu tarafga zondlar qoqilgan 5 dona. Har bitta zondning uzunligi 2,5 metr atrofida. Bu zondlarda 3 sm yuzasi 3 sm bo'lgan kamar temir bilan baylab chiqamiz. Mana shu asosga. Endi buni mana shunaqangi qurilma bilan tekshirib ko'ramiz. Bu yutilishni, ya'ni qarshilikni hisob-kitob qilib beradi bizga. Ya'ni mana shu yuzadagi oqayotgan zaryad imkon qadar qarshilik qancha kam bo'lsa, shuncha yaxshi o'tganini bizga anaqasini analizini qilib beradi. Imkon qadar. Buni tekshirish uchun ikkita tarafga xuddi shunaqa zond qoqiladi. Bittasi bu tarafda, birinchisi nariga 15 metr atrofida uzoqlikda qoqilgan. Buni ikki xil turi bor bizda. Bittasi elektron, bittasi shkalali. Buni TK2040 deydi buni. Yana bir turi M416. Bu Soyuz paytida ishlab chiqarilgan 90-yillardagi qurilma. Oldingisiga qaraganda buni afzalliklari juda ham ko'p. Ikki xil ayrim joylarda 3 xil usulda tekshirish mumkin qarshilikni. Mana buni sizlar bilan ham tekshirib ko'ramiz. Buni tekshirishdan oldin asosiy ekranni yuzani yerlanishga qatirib olamiz. Mana shunaqa joyga. Buni qurilmani o'zini ko'ramiz buni. Birinchi buni ichkaridagi elementini zaryadi to'liq bor yoki yo'q, tugab qo'yganini bilishimiz kerak bo'ladi. Mana 12,5 volt atrofida kuchlanish bor ekan. Orqa tarafda element bor buni. Agar mana shu joydagi kuchlanish o'zini anaqasida yozilishi bo'yicha 20% ga kamaysa, ya'ni 10 voltdan kamayib ketsa, bu joydagi tekshirishlarda xatolik baland bo'lib ketib qoladi. Mana buni test rejimida tekshirib ko'ramiz. Ishlayapti. Agar mabodo bu yerda xatolik bo'lib, misol uchun mana shu ulangan simlarimiz qaysidir bittasi yaxshi ulanmasdan yoki nimadir tegmay qolgan bo'lsa, bu qurilma mana shunaqangi xatolik berib qoladi. Ya'ni qaysidir ulangan sim noto'g'ri ulangan yoki bo'lmasa ulanmagan degan ma'noni beradi. Buning uchun hamma narsani imkon qadar joy-joyiga qatiriladi shunaqa qilib. Uni mana tekshirib ko'ramiz. O'rtacha 7 tom atrofida ekan. Bu ozgina baland. Buni yana imkon bo'lsa, ana shu qoqilgan zondlarni uzaytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdagi tuproq yoki shunaqangi yerni qatlami quruq bo'lsa ham shunaqa qarshilik deyarli kam chiqib qoladi bir xil holatlarda. Endi hozir buni yana ham 2 qator yoki bo'lmasa 3 qator imkon qadar 4 ohmdan 5 ohmga dovur chiqquncha qoqishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.